o'tmish qoldi ortda, Dorulamon kunlar yurtda. Mehr ko'zda muhabbat, porla millat bayrog'i. Mangulik hur yo'lidasan, o'ngimdasan, so'limdasan, ozod xalqning qo'lidasan, porla millat bayrog'i. Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Men Qobil va Dilshoda Buxoro soliq texnikumi katta o'qituvchisi bo'laman va faoliyatimni yaqinda boshlagan bo'lsam-da, Buxoro soliq texnikumida olib borilayotgan tadbirlar va davlat ramzlariga, umuman davlatimizning muhim kunlariga bo'lgan e'tiborni ko'rib juda ham ruhlanyapman. Masalan, bugun texnikumimizda bayroq qabul qilinganligining 34 yillik bayramini katta tantana bilan nishonladik va bu bayram sanasi bilan texnikumimiz o'quvchilari o'rtasida esselar tanlovi tashkil qilib, esse tanlovi g'oliblarini munosib taqdirladik va bu taqdirlash jarayonida, shuningdek esselarni tekshirish jarayonida bevosita o'zim shohid bo'lib, o'quvchilarning davlat ramzlariga nisbatan munosabati, ularning hurmati va e'tiborini yana bir karra demak o'zim uchun amin bo'lib oldim va men o'ylaymanki, millat bayrog'i har bir o'zbek fuqarosi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, bizning iftixorimiz hisoblanadi va bugun jahon arenalarida hilpirayotgan bayrog'imizni ko'rib, har bir o'zbek fuqarosi yuragida o'zgacha g'urur, o'zgacha faxr va iftixor tuymoqdamiz. Bugungi kunda texnikumimizda faoliyat yuritayotgan 30 dan ortiq pedagog kadrlar orasida Mehriniso Fayziyeva, Safar va Dildora Qobilovna singari ustozlarimiz necha yillik tajriba bilan bizga bosh bo'lib, barcha tadbirlarni ko'tarinki ruhda nishonlashga va biz yoshlarga ko'mak bo'lishda katta xizmat ko'rsatmoqdalar.